Bundan bor yo'g'i 10 yil avval So'x tumanida maktabni bitirgan o'g'il-qizlarning oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi atigi 1-2% ni tashkil etardi xolos. U davrlarda yoshlarning qalbida o'qishga, bilim olishga bo'lgan intilish va ishonch sungan edi. Buning ortida albatta korrupsiyalashgan tizim, adolatsizlik va ish haqqining kamligi tufayli ota-onalarning o'z farzandlarini o'qitishga bo'lgan umidlari sungani yotardi. Oqibatda esa chekka va olis tumandagi barcha sohalarda malakali mutaxassis hamda kadrlar tanqisligi yaqqol ko'zga tashlandi. Ammo 2020-yil So'x tarixida haqiqiy tub burilish yili bo'ldi. Davlatimiz rahbarining alohida e'tibori va g'amxo'rligi bilan so'xlik yoshlar uchun oliy ta'limga kirishda maxsus kvotalar ajratila boshlandi. Ta'lim tizimida ochiqlik va adolat mezonlari qaror topib, korrupsiyadan xoli bo'lgan sog'lom muhit yaratilgani, haqiqiy bilimi va shijoati bor o'g'il-qizlarga keng imkoniyat eshiklari ochilgani So'x yoshlarining qalbida sungan umidlarni qayta uyg'otdi. Olis va so'lim So'xning ajoyib yoshlari endi maktabni bitirgach, qora mehnatga emas, balki yurtimizdagi eng nufuzli oliygohlar sari shaxdam qadam tashlamoqda. Chunki bugun ular o'z kelajagiga, eng muhimi adolatga ishonadilar. Bundan 4 yil, 5 yil, 6 yil oldin kadrlar muammosi bor edi. Mana So'x tumaniga berilgan kvotalar natijasida ushbu muammo ham bartaraf etildi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, tibbiyot sohasida har yili vakant joylar e'lon qilinib borardi. Mana birinchi navbatda berilgan kvotalar bo'yicha So'x tumanida alohida shu imtihonlar So'x tumanining o'zida o'tkazildi. Buning natijasida yoshlarimiz ushbu berilgan imkoniyatdan samarali foydalandilar. Bilasizmi, tumanimizda nafaqat tibbiyotga, boshqa sohaga, qishloq xo'jaligiga, ishlab chiqarishga, huquqshunoslikka, tarixga, san'atga, barchasiga tumanimiz yoshlari uchun kvotalar berildi. Oldin maktab bitiruvchi yoshlarimiz maktabni bitirib o'sha qora bozorga kirishni o'ylashardi, pul topishni o'ylashardi. Lekin hozir bunaqa emas. Hozir ilmga, bilimga chanqoq bo'lgan yoshlarimiz maktab davridan boshlab. Mana xususiy hozir repetitorlarimiz ochilgan tumanimizda bir nechta. Ularga albatta yoshlarimiz borib, bilimlarni ashitda kuchaytirib, ashitda o'qishni davom ettirib, keyin mana oliy ta'limga grant asosida imtihonlarga topshirib, mana talaba bo'lmoqdalar. Bu yilga berilgan kvotalarga ham so'xlik yoshlarimiz faol ishtirok etib, yaxshi natijalarni ko'rsatdi. An'ana va xayrli islohotlar izchil davom etmoqda. Bu yil ham prezidentimizning tegishli qarori bilan So'x tumani yoshlarini qo'llab-quvvatlash, ularga sifatli ta'lim berish hamda malakali mutaxassislar tayyorlash yo'lida navbatdagi muhim va tarixiy qadam tashlandi. 2026-2028-yillarga mo'ljallangan maxsus dasturga muvofiq tuman yoshlari uchun respublikamizning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarida alohida maqsadli qabul kvotalari joriy etildi. Shuningdek, So'x tumanida so'nggi 2 yil davomida doimiy yashab kelayotgan hamda mahalliy ta'lim maskanlarini bitirgan shijoatli o'g'il-qizlarimizga har yili kamida 200 ta davlat granti asosidagi maqsadli kvotalar ajratiladi. Eng quvonarlisi, joriy o'quv yilida ham so'xlik yuzlab umidli va intiluvchan yoshlar ana shu 200 ta imtiyozli maqsadli kvotadan unumli foydalanib, nufuzli oliygohlar talabasiga aylandilar. Mana yaqinda yana so'xliklarga yana 200 ta imtiyoz berilgani, kvota berilgani bu bizning tumanimizning kadrlar bilan ta'minlash masalasini hal qilishdan darak beradi. Mana bu yildagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, bizning yoshlarimiz ham boshqa hududlardan qolmasdan eng yuqori ballarni to'plab, boshqa hududlarda, Farg'ona viloyatidan emas, boshqa viloyatdagi oliygohlarga kirishlari hamda imtiyozlardan foydalangani bu So'xdagi yoshlarning kelajagi uchun imtiyoz deb bilaman. Men ishonamanki, so'xlik yoshlar qaysi oliygohlarga kirgan bo'lsa, imtiyozli diplomlar bilan bitirib, kelib jonajon So'ximizda mehnat qiladi va bir vaqtning o'zida So'xga bilimli va har tomonlama kadrlarni tayyorlashda o'z hissalarini qo'shadi. So'nggi yillarda berilgan kvotalar So'x tumanidagi kadrlar bilan bog'liq muammolarni hal etdi. Darhaqiqat natija uzuni uzoq kuttirmadi. Olis So'xda oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi keskin yuqoriladi. Maqsadli kvotalar asosida tahsil olgan el qaldirg'ochlar bugun allaqachon tumanga qaytib, turli sohalarda mehnat qilishmoqda. Ular o'z bilimi, mehnati va g'ayrati bilan So'xning ertangi kuniga, yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan maxsus.